Nega buni oldinroq tayyorlab ko'rmagan ekanman deb o'zimni savollarga ko'mib tashladim bu shirinlikni tayyorlaguncha. Shunaqangi osonligini bilganimda hech ham ko'chadan sotib olmasdan bolalarimga har kun tayyorlab bergan bo'lardim. Biskvit uchun tuxum bilan shakarni oppoq qilib ko'pirtirib, unga un va razriqli tildan qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Pergament solingan listimizga chiroyli qilib tekislab, qizdirilgan duxovkaga yuboramiz. Bu orada shakar bilan suvni aralashtirib gazga qo'yamiz. Gazda qaynab chiqquncha jelatinimizni ham tayyorlab qo'yamiz. Suv bilan shakarlar erib ketguncha qaynab bo'lgandan keyin uni boshqa idishga solamiz va yaxshilab mikser qilib, oppoq holga kelgandan so'ng jelatinimizni ham eritib ustidan solamiz va ikkalasini baravar shunaqangi oppoq va yaltirab turadigan massaga kelguncha mikserlab olamiz. Pishib sovigan biskvitlarimizni shunaqa dumaloq shaklda kesib, ustidan o'zimizga o'xshagan oppoqqina massamizdan quyib olamiz. Ikkinchi biskvit bilan yuzlarini bekitib, xolodilnikka 1-2 soatga yuboramiz. Endi esa o'zimiz yaxshi ko'rgan shokoladga o'simlik yog'idan solib, uni mikrovolnovkaga jo'natamiz va har 10 sekundda aralashtirib turib, uni shunaqa eritib olamiz. Va har bitta chokopaylarimizni shokoladkada cho'miltirib, pergament solingan listimizga taxlab chiqamiz. Ustidagi shokoladlar erib ketmasligi uchun yana 1 soatga xolodilnikka yuboramiz. Qarabsizki, dunyodagi eng mazali chokopaylarni uy sharoitida o'zingiz tayyorlab tashlaysiz. Videoni esa albatta saqlanib qolib oling.